Yaxshi. Hujayraning kimyoviy tarkibini ikkiga bo'lamiz. Organik bilan anorganik. Organikka nimalar kiritamiz? Oqsil, yog', keyin uglevod hamda nuklein kislotani kiritamiz. Anorganik moddaga suv bilan tuzni deylik. Biz uchun ahamiyati bor. Biz bugun organik moddalar ichida nuklein kislotani o'rganamiz. Nuklein kislota bu polimer modda. Polimer modda deylik. Bu dezoksiribonuklein kislota ribonuklein kislotaga bo'ladi. Endi qisqartirilgani DNK bilan RNK. DNK, RNK bular ham organik modda, bular ham polimer modda. Ular monomerni birikishdan hosil bo'ladi. Uni monomeri nukleotid hisoblanadi. Nukleotidlarni biz 3 ta tarkibiy qismga bo'lamiz. Birinchisi azot asoslari, ikkinchisi monosaxarid, uchinchisi esa fosfat kislota qoldig'i. Azot asoslaridan qaysilar? Adenin, guanin, sitazin, timin, RNK bo'lsa timinning o'rniga uratsil uchraydi. Monosaxaridlarda shakarda nima edi? Riboza bilan dezoksiriboza. Shu misol keltiramiz. Keyin fosfat kislota qoldig'i ham bo'ladi. Endi biz DNK necha zanjirli? 2 zanjirli. Bunday holatda yozsak ham bo'ladi. RNK esa bitta zanjirdan iborat. Biz endi osonroq bo'lish uchun DNK ni 2 ta zanjir, RNK ni bitta zanjir qilib chizib olamiz. Endi e'tibor berasizlar. Bizda DNK dagi nukleotidlar ketma-ketligi bor. Adenin sherigi nima? Timin, guanin sherigi esa sitazin. RNKda adenin, guanin, masalan, timinning o'rniga uratsil, sitazin nukleotid. Bulardan tarkibida DNK tarkibida ham 4 xil nukleotid, RNK tarkibida ham 4 xil nukleotidda faqat timinning o'rniga nima uchraydi? Uratsil uchraydi. Adenin timin orasida 2 ta vodorod bog', guanin sitazin orasida esa 3 ta vodorod bog'dan iborat. RNKda esa vodorod bog'lar uchramaydi. Bu tomoni bir rasm tushirib o'ylasizlar birinchi. Shart emasmi sizlarga? Yozib olgansizlar oldin. Yaxshi. Tushungan bo'lsalaring. DNK bilan RNK bu tomdan chizib beray. Qarang. DNK 2